Shu kunlarda Talaba Fest talabalar festivali qizg'in davom etmoqda. Uning doirasida yoshlar, ta'lim, innovatsiya va tadbirkorlik olamining eng yirik ko'rgazmalari ham bo'lib o'tyapti. Xabar berayotganimizdek, poytaxtimizda o'tayotgan Talaba Expo 2025 ko'rgazmasining tadbirlari ham yoshlarning kasbiy yo'nalishini aniqlash, real imkoniyatlardan foydalana olishga ko'maklashishni maqsad qilgan. Jarayonlarni kuzatayotgan muxbirimiz Inobat Matyoqubova ayni daqiqalarda jonli efir orqali xabar berishga tayyorlar. Hamkasbimiz bilan bog'lanamiz. Marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum, G'olib Nazar, kun xayrli bo'lsin. Siz chindan ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Talaba Fest 2025 Expo ko'rgazmasi bugun mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalarini bitirib, mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni munosib ish o'rinlari bilan ta'minlashda, ularning barcha iqtidorini, imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda o'ziga xos mega loyiha vazifasini o'tamoqda. Ko'rgazmaning ikkinchi ish kuni ham qizg'in davom etmoqda. U yerda poytaxtimizdagi oliy ta'lim muassasalarining bitiruvchi yoshlari faol ishtirok etmoqda, o'zlariga munosib ish o'rinlarini qarab harakat qilishmoqda. Aytish lozim, bugun yana bir ajoyib loyiha bu yerda Kelajakka qadam loyihasi dasturi ish boshladi va O'zmilliybank bilan hamkorlikda iqtidorli yoshlarimizning biznes g'oyalarini qo'llab-quvvatlashga asoslangan ushbu dastur asosida yoshlarning biznes g'oyalari hozir mana taqdimoti bo'lib o'tmoqda va ayni jarayonlarda biz o'ziga xos innovatsion g'oyasini taqdim etgan bitta suhbatdoshimizni hozir suhbatga chaqiramiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz? Mani ismim Rashidbek Ahmadov, O'zbekiston Milliy universiteti 4-fizika yo'nalishi 4-bosqich talabasiman. Demak, Rashidjon, hozir mana biz ko'rdik, juda chiroyli taqdimot o'tkazdingiz. Shu bo'yicha bitta ma'lumot bersangiz, bu o'zi nimaga xizmat qiladi, sizning g'oyangiz? Xo'p. Meni g'oyam sun'iy intellekt yaratish. Sun'iy intellekt qanaqa sun'iy intellekt? Misol uchun, hozirgi kunda dunyodagi bor media fayllarning 50% bu ingliz tilida, atigi 3-4% bo'lsa rus tilida. O'zbek tilidagi ma'lumotlar atigi 0.7%. Ya'ni juda kam. Faqat o'zbek tilini o'zi bilan hech qanaqa ishni bitirib bo'lmaydi. Lekin chet tilini o'rganish bo'lsa bu juda ko'p vaqt, kerak bo'ladigan mablag' va intizom iroda talab qiladi. Lekin hammani hozir bunda chet tilini bilmaydi ko'pchilik inson. Lekin ular ham ma'lumotdan foydalanish imkoniyati bo'lishi kerak deb o'ylayman men shaxsan. Xuddi shu mana shu muammoni, ya'ni ular bemalol ma'lumotdan foydalana olish uchun men sun'iy intellekt ularga yordam bera oladi. Misol uchun ular ixtiyoriy media fayllarni olib, ingliz va rus tillarida hozircha, keyinchalik boshqa chet tillarni ham qo'shamiz. Tashab o'sha media faylni olib, mani platformalarimga, misol uchun ilovalarimga, botlarimga, sun'iy intellekt botlarimga tashlaydigan bo'lsa, xuddi shu bot yoki xuddi shu videomiz bizga o'zbek tilida dublyaj qilingan sifatida ketib keladi. Demak, mamlakatimiz aholisining barcha qatlami uchun mo'ljallangan, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, shunaqami? Bizneslar uchun. Ya'ni barcha qadar istalgan inson, asosan mani, misol uchun, meni tengqurlarim qiziqishadi, istalgan qiziquvchi inson. O'sha ingliz tilini, rus tilini yaxshi bilmaydigan qatlam. Bilmaydigan, tushunmaydigan insonlar bo'lsa, o'zi qiziquvchan bo'lsa, bemalol mani sun'iy intellektimdan foydalanadigan bo'lsa, o'zi uchun qiziqarli bo'lgan, kerak bo'lgan ma'lumotni bemalol ola oladi u inson. Demak, har qanday mavzudagi ma'lumotni topish mumkin. Har qanday. Istalgan ma'lumotni shunchaki videoni oladi, botga tashlasa bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellekt o'zi yaratib beradi unga, dublyaj qilib beradi o'zbek tilida. Demak, loyihangiz qanday qabul qilindi? Loyiha menimcha yaxshi qabul qilindi. Menimcha zaldagilarga o'zim tengdoshlarimga ham yoqishdi. Menimcha yaxshi qabul qilindi deb o'ylayman. Qanchalik ahamiyatli deb o'ylaysiz bugun mana shu rivojlanayotgan bir paytda sun'iy intellekt bilan ishlash bo'yicha g'oyalarni amalga oshirish? Juda deb o'ylayman, chunki hozir sun'iy intellekt juda keskin ravishda rivojlanib ketyapti. Chet elda o'zingiz bilayotgan bo'lsangiz, odamlarning ishini olib qo'yapti sun'iy intellekt. Bundan sabab O'zbekistonga qachondir kirib keladi. Muhim soha endi ochilayotgan bozorda. Bozorga bir kim birinchi kirib olsa, o'shani qasrmada ish yaxshi yurishib ketaveradi. Ya'ni hozirgi kunda sun'iy intellektlar ko'p, chet elda ko'p sun'iy intellektlar bor. O'shani sun'iy intellektlarni o'zimiz tiliga moslashtirish kerak bo'ldi xolos. Rahmat katta. Biz sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz faoliyatingizda. Demak, mana o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Chiroyli g'oyalar, innovatsion g'oyalar, turli ishlanmalar bugun mana shunday taqdimotlarda namoyish etilmoqda. Biz keyingi dasturlar orqali yana ular haqida xabar berishga harakat qilamiz. G'olib Nazar, hozircha bizda shular. Hurmatli teletomoshabinlar, hamkasbimiz bilan poytaxtimizda o'tayotgan Talaba Fest tadbirlari doirasidagi uchrashuvlar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'ldik. Dasturimiz esa davom etadi.